Yoshlar o'rtasida ommaviy hamda harbiy sport musobaqalarini tizimli tashkil etish va bu orqali ularni sog'lom turmush tarziga jalb qilish doim asosiy vazifalardan biri bo'lib kelgan. Kelajak avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida Toshkent viloyatida shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalari muntazam ravishda o'tkazib kelinadi. Kuni kecha mazkur musobaqaning Zangiota tumani bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Sport musobaqalari jamoaviy ruhni shakllantirib qolmay, insonning sog'lom turmush tarziga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Mazkur tadbirlarga yoshlarni jalb qilish esa katta ahamiyatga ega. Bu orqali nafaqat ularning bo'sh vaqti samarali tashkil etiladi, balki sportga bo'lgan qiziqish ham ortadi. Ayni shu maqsadlar inobatga olinib, Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Mudofaa vazirligiga qarashli Aloqachilar harbiy institutida sport musobaqasi tashkil etildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslariga ko'ra o'tkazilayotgan shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalarini Zangiota tuman bosqichi o'tkazilmoqda. Bu shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasida yoshlar mahalladagi yoshlar o'rtasida o'tkazilib, 18-22 yosh toifasidagi yoshlar 7 turdagi sport turidan, ya'ni xususan bunga kiradi granata otish, turnikda tortilish, tana vaznini ko'tarish, bundan tashqari uzun va qisqa masofalarda yugurish, granata otish, masofadan turgan holatda o'q otish va qurol aslahalarni vaqtida yig'ish, yoyish va yig'ish ishlari olib borilmoqda va mana shu turlar bo'yicha musobaqalar tashkil etildi. Bu musobaqalarda 18-22 yosh toifasidagi tumandagi 73 ta mahalladan jami 10 nafardan, ya'ni buni tashkil etadi 8 nafar o'g'il bolalar va 2 nafar o'smir qizlar o'rtasida o'tkazilmoqda. Har bir mahalladan 10 nafardan yoshlar kelib, jami 730 nafar yoshlarni hozirgi kunda harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlikka qiziqtirish, vatanga muhabbat, shijoatli yoshlarni qiziqishini orttirish maqsadida bu musobaqa tashkil etilmoqda. Keskin va murosasiz kechgan musobaqa davomida har bir yo'nalish bo'yicha g'olib bo'lgan eng yaxshi shijoatli yoshlar viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 4 yoshimdan beri sport taekvondo turi bilan shug'ullanib kelaman. Yoshligimdan qiziqqanim uchun men taekvondo sport turiga borganman. O'sha har doim ertalab yugurib, kechqurunlar trenirovka qilib turaman. Musobaqada yugurish sport turini tanladim, chunki yugurish sport turi bu tana uchun zararli joyi yo'q. Odamga kuch beradi, g'ayrat beradi, sog'lom o'sish tarzini beradi. Doimiy ravishda sport bilan shug'ullanib kelganim uchun men yugurishda qiynalmaslik uchun shu yugurish sport turini tanladim. Bugungi musobaqada 18 yoshlilar toifasida press kachat qilish bo'yicha qatnashdim. Doimiy qilib turaman. Bu safar 1 minut ichida 25 ta qildim. Bo'sh vaqtlarim, o'zim sportlarim bor, shular bilan shug'ullanib turaman. Muay Thai, badminton. Sportim bilan shug'ullanib, yanada yaxshi natijalarga erishishga harakat qilaman. Ta'kidlash joiz, respublika final bosqichida eng yuqori natijaga erishgan jamoa a'zolariga harbiy va harbiylashtirilgan oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. Bundan tashqari g'olib mahallalarga sport inshooti qurib berilishi hamda zarur anjomlar bilan ta'minlanishi belgilangan.